Hammaga xayrli kech. Mana reproduktologiyani tugatib, xirurgiya bilan zanimatsiya qilgani kelganman. Iftorga ozgina qoldi. Bitta situatsiyani sizlarga aytib bermoqchiman. Patsientkani bir hafta oldin, 8 kun oldin operatsiya qilgandim. Ekstreniy skoriy pomosh bilan yosh ayol, 33 yoshdagi ayol olib kelishgan. Piavar degan diagnoz bilan olib kelishgan, lekin intraoperatsiyon operatsiya qilganda UZI bilan kelgan. UZIga borgan undan oldin skoriy chaqirib, skoriyda olib kelishgan. Естественно, piavar emas, u yerda rixli, shunaqangi katta образование, как будто подозрение на рачок. Действительно, rak deb o'ylaganman. Umuman подозрение o'ylamagan narsam chiqib keldi. Bu sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu hayotimdagi ikkinchi случай buni ko'rishim. Tuberkuloz. Tuxumdondagi tuberkuloz вот shunaqa выглядит. Я прям в шоке hozir, chunki hozir gistologiyani ochib, интересно же что-то.